sen ko'zingni och, ko'zingni hisob kitob qil, istig'forda bo'l. Qiyomat kuni bo'lganda Parvardigor jalla va ala o'sha Hajjoj kimlarga zulm qilgan bo'lsa, o'sha mazlum bechoralarga o'ch olib beradi. Xudoy taolo adolatini o'rnatadi. Hajjojdan unga qisos qilib, uni savoblaridan olib, savoblari tugasa, bularni mazlumlarning gunohlaridan unga tashlab, mana shunday qilib adolatini o'rnatgan kunda Hajjojga kim zulm qilgan bo'lsa, o'shandan Hajjojni ham haqqini olib beradi dedilar. Hajjojga kim zulm qilgan bo'lsa, ya'ni shu haqorat qilishliging, so'kishliging unga zulm. Qiyomat kuni mana shu qilgan ishing uchun sendan Hajjojga o'ch olib beradi Xudoy taolo. Ana shu kunni o'ylab qo'ygan edilar. Haqiqat aziz birodarlar, bugungi kunni qadriga yetaylik. Shukr qilaylik. Oilamizda diniy holatni o'zimiz tiklaylik. Ayollarimizni sharmu hayoli qilaylik. O'zimiz taqvoli ibodatda mustahkam bo'laylik. Farzandlarimizni dinda o'qitib, o'rgatib, namozxon qilaylik. O'zimiz halol kasb qilaylik, xiyonat qilmaylik, sudxo'rlik qilmaylik, qimorbozchilik, aroqxo'rlik, xilma-xil fahsh ishlar, gunoh ishlardan tiyilaylik, o'zimiz taqvoda bo'laylik. Ana shu bandaning holiga munosib ish ekan aziz birodarlar. Amin. Alloh subhanahu va taolo hammalarimizga tavfiq bersin. Xudoyo bizlarni hamma vaqt diniy, dunyoviy, uxroviy ishlarimizda manfaatli tomoniga o'zing hidoyat qilgin. Bir nafas ham ko'z ochib yumguncha fursatda ham o'z holimizga tashlab qo'ymagin. Hidoyatingni, nusratingni, yordamingni Xudoyo bizlardan hech olmagin. Nusrating, yordaming, hidoyating bizlarda bardavom bo'lsin. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.